Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim xabarni tushunarli qilib yetkazmoqchiman. Gap 1.500.000 so'm olganlar, ya'ni davlat tomonidan bir martalik yordam, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov yoki boshqa turdagi pul mablag'i olgan fuqarolar haqida ketmoqda. Hozir ko'pchilikda bitta savol bor. Bu pulni olganlardan keyin yana nimadir talab qilinadimi? Qo'shimcha tekshiruv bo'ladimi? Qaytarish kerak bo'ladimi? Yoki aksincha yana bir imkoniyat ochiladimi? Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Chunki men bugun kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi xatolar odamlarni muammo olib kirishi mumkin? Hammasini tartib bilan tushuntiraman. Agar siz yoki oilangizdan kimdir 1.500.000 so'm olgan bo'lsa, bu ma'lumot bevosita sizga tegishli. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlarni oddiy tilda tushuntirib borishimiz ko'pchilikka foyda beradi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik fuqarolar davlatdan yoki tegishli tashkilotlardan pul to'lovlarini olganda jarayon oddiy ko'rinardi. Ariza topshiriladi, ma'lumotlar tekshiriladi, keyin pul plastik kartaga yoki bank hisobiga tushadi. Odamlarning ko'pchiligi pul tushganidan keyin ish tugadi deb o'ylaydi. Lekin amalda har doim ham shunday emas. Chunki ayrim to'lovlar bo'yicha keyinchalik qayta tekshiruv, ma'lumotlarni solishtirish, oilaviy daromadni qayta baholash yoki hujjatlarni aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, 1.500.000 so'm olgan fuqarolar bo'yicha ma'lumotlar yanada aniqroq tartibda ko'rib chiqilmoqda. Ya'ni pul olgan odamning holati, uning oilaviy daromadi, ijtimoiy maqomi, ro'yxatda turishi, bank hisoblari va ayrim hollarda oldin olgan yordam turlari ham tekshirilishi mumkin. Bu hammani qo'rqitish uchun emas. Bu mablag'lar haqiqatan yordamga muhtoj odamlarga yetib borgani aniqlash, xatoliklar bo'lsa tuzatish, asossiz to'lov bo'lsa sababini aniqlash uchun qilinadi. Eng ko'p uchraydigan savol: agar men 1.500.000 so'm olgan bo'lsam, endi bu pulni qaytaramanmi? Javob shunday. Agar siz pulni qonuniy asosda to'g'ri ma'lumotlar bilan haqiqiy hujjatlar orqali olgan bo'lsangiz, odatda xavotirga o'rin yo'q. Lekin agar arizada noto'g'ri ma'lumot yozilgan bo'lsa, oiladagi daromad yashirilgan bo'lsa, bir kishi nomidan bir necha marta ariza berilgan bo'lsa yoki pul boshqa odam hujjati orqali olingan bo'lsa, ana shunda muammo chiqishi mumkin. Men birinchi navbatda quyidagi narsani aniq aytaman. 1.500.000 so'm olgan har bir odam avtomatik ravishda muammoli odam degani emas. Juda ko'p fuqarolar bu mablag'ni qonuniy olgan. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turganlar, bolali oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, vaqtincha daromadsiz qolganlar yoki tegishli dastur doirasida tasdiqlangan fuqarolar bu pulni olgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda eng muhim narsa sizda pul nima sababdan berilganini ko'rsatuvchi asos bo'lishi kerak. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Oilada 5 kishi yashaydi: ota, ona va 3 nafar farzand. Ota vaqtincha ishsiz, ona esa rasmiy ishlamaydi. Mahalla orqali ariza topshirilgan, oilaning holati o'rganilgan va 1.500.000 so'm yordam ajratilgan. Agar bu oila haqiqatan ham daromad jihatidan qiynalayotgan bo'lsa, hujjatlar to'g'ri bo'lsa, bolalar haqidagi ma'lumotlar bazada ko'rinib tursa, bu oila xavotir olmasligi kerak. Ulardan keyinchalik so'rov bo'lsa, faqat holatini tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatadi. Ikkinchi vaziyat: bir fuqaro o'z nomidan yordam olgan. Lekin aslida u rasmiy ishda ishlab, oyiga 4.000 yoki 5.000 so'm maosh oladi. Arizada esa daromadsizman deb ko'rsatgan. Mana shunday joyda savol tug'iladi. Chunki tizimlar bir-biriga ulanayotgan paytda soliq ma'lumotlari, bank tushumlari, mehnat shartnomalari ko'rinishi mumkin. Agar odam yordamga muhtoj emasligi aniqlansa, undan tushuntirish so'ralishi. Ayrim holatlarda pulni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Uchinchi misol: ayol kishi yolg'iz ona sifatida yordam olgan. Uning 2 nafar farzandi bor, aliment olmaydi, doimiy ish joyi yo'q. 1.500.000 so'm unga berilgan. Keyin tekshiruv vaqtida ma'lum bo'ladiki, u haqiqatan ham farzandlarini o'zi boqmoqda, boshqa barqaror daromadi yo'q. Bunday holatda pulni qaytarish haqida gap bo'lmaydi. Aksincha, unga boshqa ijtimoiy yordam turlari ham tushuntirilishi mumkin. Mana shu joyda men tomoshabinlarga aytmoqchiman. Har bir holat alohida ko'riladi, hammani bitta mezon bilan baholash to'g'ri emas. 4-misol.
Bir xonadonda ota-onasi, o'g'li, kelini va nabiralari yashaydi. Ariza faqat kelin nomidan berilgan, ammo oilaning umumiy daromadi katta. O'g'il chet eldan muntazam pul yuboradi, ota pensiya oladi. Uyda yana bir kishi rasmiy ishlaydi. Agar arizada bu daromadlar ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin savol paydo bo'ladi. Chunki ijtimoiy yordam faqat alohida odamning emas, ko'pincha oilaning umumiy holatiga qarab baholanadi. Shuning uchun ariza berishda mening nomimda daromad yo'q degan gap har doim ham yetarli bo'lmaydi. Birga yashovchi oila a'zolarining daromadi ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, arizada yolg'on ma'lumot yozganlar. Ikkinchidan, boshqa odamning hujjatlaridan foydalanganlar. Uchinchidan, bir vaqtning o'zida bir necha joydan bir xil asosda pul olishga uringanlar. To'rtinchidan, daromadi bo'la turib, o'zini mutlaqo daromadsiz deb ko'rsatganlar. Beshinchidan, pul tushgandan keyin baribir hech kim tekshirmaydi deb o'ylab hujjatlarni yo'qotib yuborganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Hujjatlari to'g'ri bo'lgan, haqiqatni yozgan, ro'yxatga qonuniy kiritilgan, mahalla yoki tegishli idora orqali tasdiqdan o'tgan fuqarolar. Agar sizga pul bank kartangizga rasmiy tarzda tushgan bo'lsa, sizdan hech kim kelib qo'lga berilgan pulni isbotla demaydi. Lekin sizga savol berilsa, nima asosda olganingizni tushuntira olishingiz kerak. Shuning uchun men har doim aytaman, pulni olish muhim, lekin uning hujjatini saqlash undan ham muhim. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala pulning nomi va maqsadini bilish. Ko'pchilik menga 1000-5000 ming so'm tushdi deydi. Lekin nima uchun tushganini bilmaydi. Bu ijtimoiy yordammi, kompensatsiyami, bola puli bilan bog'liq qo'shimcha to'lovmi, zarar qoplamasimi, subsidiya qismi yoki boshqa dasturmi? Har birining qoidasi boshqa. Agar pul ijtimoiy yordam sifatida berilgan bo'lsa, mezonlar oila daromadi bilan bog'liq bo'ladi. Agar kompensatsiya bo'lsa, zarar yoki xarajat asos bo'ladi. Agar subsidiya bo'lsa, alohida shartlar bo'ladi. Ikkinchi nozik masala, kartaga tushgan pul har doim ham sizniki bo'ldi, tamom degani emas. Bank orqali pul tushgani rasmiy to'lov ekanini bildiradi. Lekin keyinchalik xatolik aniqlansa, idora bu xatoni ko'rib chiqishi mumkin. Masalan, texnik xatolik sababli bir odamga 2 marta 1000-5000 ming so'm tushgan bo'lsa, ikkinchi to'lov ortiqcha hisoblanishi mumkin. Yoki ism familiya o'xshashligi, JSH raqamida xato, bank hisobida mos kelmaslik bo'lsa, aniqlashtirish talab qilinadi. Uchinchi nozik masala ro'yxatdan o'tgan joy va haqiqiy yashash joyi. Ayrim fuqarolar bir tumanda ro'yxatda, boshqa tumanda yashaydi. Yordam uchun ariza qayerdan berilishi, oilaning holatini kim o'rganishi, qaysi mahalla tasdiqlashi masalasi keyinchalik muhim bo'lib qoladi. Masalan, siz Toshkent viloyatida ro'yxatda turib, Samarqandda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlarda chalkashlik chiqishi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan yashash joyingiz, ro'yxat manzilingiz va ariza topshirilgan idorani aniqlab oling. To'rtinchi nozik masala, oila tarkibi. Ko'p xatolar aynan shu joyda bo'ladi. Arizada 3 kishi yashaydi deb yoziladi. Lekin aslida 6 kishi bir xonadonda. Yoki aksincha, hujjatda birga ko'ringan odamlar amalda alohida yashaydi. Masalan, qiz turmushga chiqqan, lekin ro'yxatdan chiqmagan. O'g'il boshqa shaharda ishlaydi, lekin propiskada shu uyda. Bu holatlar yordam olish mezoniga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy tarkib bo'yicha tushuntirish kerak bo'lsa, dalil bilan gapirish lozim. Nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, yashash joyi haqida ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, aliment bo'yicha hujjat va boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. 5-chi nozik masala qarindoshlar nomidan ariza berish. Ba'zi odamlar onam bilmaydi, men o'zim ariza berib qo'ydim. Akam chetda uning nomidan rasmiylashtirdim. Qo'shnimga yordam beraman deb telefondan tasdiqlab yubordim deydi. Bu juda xavfli. Har qanday ariza egasining roziligi, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'ri ishlatilishi va hujjatlarning haqiqiyligi muhim. Boshqa odam nomidan uning roziligisiz ish qilish keyinchalik katta muammo chiqarishi mumkin. 6-chi nozik masala, pulni olganingizdan keyin daromadingiz o'zgarsa nima bo'ladi? Masalan, siz yordam olgan vaqtda ishsiz edingiz. 1 oy o'tib ishga kirdingiz. Bu yordamni noqonuniy qilmaydi. Agar ariza topshirilgan va tekshirilgan paytda sizning holatingiz haqiqatga mos bo'lgan bo'lsa, lekin keyingi yordamlar uchun yana ariza bersangiz, yangi daromadingizni ko'rsatishingiz shart. Eski holatga tayanib, yangi arizada ham ishsizman deb yozish noto'g'ri bo'ladi. 7-chi nozik masala naqd pul va bank tushumlari.
Ayrim fuqarolar men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin bank kartasiga muntazam tushumlar bo'lsa, masalan har oy 2000 ming yoki 3000 ming so'm kelib tursa, bu savol tug'dirishi mumkin. Albatta, har bir tushum daromad degani emas. Ba'zan qarz qaytadi, ba'zan qarindosh yordam beradi, ba'zan bir martalik pul o'tadi. Lekin muntazam tushumlar bo'lsa, ularning manbasini tushuntira olish kerak. 8-nozik masala, hamma oldi. Men ham oldim degan yondashuv. Bu juda noto'g'ri fikr. Davlat yordami yoki kompensatsiya qo'shnining olganiga qarab berilmaydi. Har bir fuqaroning holati alohida. Bir mahallada ikki qo'shni yonma-yon yashashi mumkin. Lekin birining oilasida nogiron farzand bor. Ikkinchisida esa 2 kishi rasmiy ishlaydi. Tashqaridan uylar bir xil ko'rinadi, lekin huquqiy holat mutlaqo boshqa bo'ladi. Endi eng kerakli qismga kelamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Agar siz 1.500 ming so'm olgan bo'lsangiz, birinchi qadam pulning manbasini aniqlang. Bank ilovasida to'lov izohini ko'ring. U yerda qaysi tashkilotdan tushgani, to'lov turi yoki izoh bo'lishi mumkin. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankingizning kol markaziga murojaat qiling yoki bank filialidan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada sana summa jo'natuvchi va to'lov izohi ko'rinadi. Ikkinchi qadam, ariza bergan joyingizni eslang. Mahalla orqali berganmisiz? Tuman ijtimoiy xizmat bo'limi orqali berganmisiz? Davlat xizmatlari markazi orqalimi, onlayn platforma orqalimi? Qayerdan ariza bergan bo'lsangiz, o'sha joyda sizning ishingiz bo'yicha ma'lumot bo'lishi kerak. Hech narsani eslay olmasangiz, mahallangizga boring va mening nomimga 1.500 ming so'm to'lov tushgan, uning asosi bo'yicha ma'lumot kerak deb aniq ayting. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSSHIR raqami, bank kartangiz yoki hisob raqamingiz, oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma bo'lsa, uning nusxasi, ishsizlik yoki daromad haqida ma'lumotnoma, pensiya yoki nafaqa haqida ma'lumot, ijara shartnomasi bo'lsa, shuni ham tayyorlab qo'ying. Hamma hujjatni darrov topshirmasligingiz mumkin. Lekin qo'lingizda tayyor tursa, savol tug'ilganda sarosimaga tushmaysiz. 4-qadam, agar sizga qo'ng'iroq qilishsa ehtiyot bo'ling. Rasmiy idora xodimi sizdan ma'lumot so'rashi mumkin, lekin karta paroli, SMS kod, bank ilovasiga kirish kodi, karta orqasidagi raqamlarni so'ramasligi kerak. Agar kimdir 1.500 ming so'mingiz bo'yicha tekshiruv bor, SMS kodni ayting, bo'lmasa pul qaytib ketadi desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Rasmiy masalani faqat idoraga borib yoki ishonchli rasmiy telefon orqali aniqlang. 5-qadam. Agar sizdan tushuntirish xati so'ralsa, uni sodda va aniq yozing. Masalan, men falonchi 1.500 ming so'm miqdoridagi to'lovni falon sanada oldim. Ushbu to'lov bo'yicha ariza falon joy orqali topshirilgan. Oila tarkibim falon kishidan iborat. Oylik daromadim falon miqdorda yoki doimiy daromadim yo'q. Taqdim etilgan ma'lumotlar haqiqatga mos. Shu tarzda yozilgan tushuntirish xati keraksiz gaplardan xoli bo'ladi. Unda hissiyot, shikoyat, uzun tarix yozish shart emas. Faktlar kerak. 6-qadam, agar xatosi tomonda bo'lsa, uni yashirmang. Masalan, arizada noto'g'ri daromad ko'rsatilganini bilib qoldingiz. Bunday holatda bilmasdan xato ketgan. Tuzatishga tayyorman deb murojaat qilish ko'pincha keyingi muammolarni kamaytiradi. Eng yomon yo'l bu telefonni ko'tarmaslik, chaqiriqqa bormaslik, hujjat bermaslik, o'zi unutib yuborishadi deb o'ylash. Rasmiy jarayonda javobsiz qolgan ish ko'pincha yanada murakkablashadi. 7-qadam, agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, avval asosini so'rang. Og'zaki gap bilan pul qaytarib yubormang. Sizga qaror, dalolatnoma, bildirishnoma yoki yozma talab ko'rsatilishi kerak. Unda nima sababdan to'lov ortiqcha yoki asossiz deb topilgani yozilishi lozim. Agar siz rozi bo'lmasangiz, tushuntirish berish. Qayta ko'rib chiqishni so'rash yoki yuqori turuvchi idoraga murojaat qilish huquqingiz bor. Masalani hissiyot bilan emas, hujjat bilan hal qilish kerak. 8-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Idoraga borganingizda ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki ro'yxat raqamini oling. Onlayn murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi sana, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilganingizni yozib qo'ying. Keyin men murojaat qilgan edim degan gapni isbotlash oson bo'ladi.
9-qadam mahalla bilan aloqani to'g'ri yo'lga qo'ying. Ko'p ijtimoiy masalalarda mahalla dastlabki bo'g'in bo'lib xizmat qiladi. Lekin bu degani hamma narsa faqat og'zaki hal bo'ladi degani emas. Mahallaga borganingizda menga yordam bering deb umumiy gapirmang. Aniq ayting. 1.500.000 so'm to'lov bo'yicha mening maqomimni aniqlab bering. Oila tarkibim bo'yicha ma'lumot kerak. Daromadim yo'qligini tasdiqlash uchun qaysi hujjat topshiraman? Ana shunda javob ham aniq bo'ladi. 10-qadam oilangizdagi boshqalarning hujjatlarini ham tartibga keltiring. Ba'zan muammo pul olgan odamda emas, oila a'zolarining hujjatlarida bo'ladi. Masalan, farzandning tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumot bazada noto'g'ri chiqqan. Turmush o'rtog'ining ish joyi bo'yicha eski ma'lumot qolgan. Pensiya oluvchi ota-onaning manzili mos kelmagan bo'lishi mumkin. Bunday mayda ko'rilgan xatolar yordam masalasida katta ta'sir qiladi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xatolardan biri shuki, odamlar pul tushgan zahoti uni sarflab yuboradi, lekin keyin nima asosda tushganini bilmaydi. Albatta, yordam puli odatda odamlarning ehtiyoji uchun beriladi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, bolalar xarajati, qarzlarni yopish. Lekin hech bo'lmaganda bank xabarini, ariza nusxasini, to'lov sanasini saqlab qo'yish kerak. Bugun telefoningizda ko'rinib turgan SMS ertaga o'chib ketishi mumkin. Bank ilovasida ko'chirma olish imkoniyati bo'lsa, uni yuklab qo'ying yoki rasmga olib saqlang. Yana bir masala, agar pul sizga xato tushganini bilsangiz. Masalan, siz umuman ariza bermagansiz. Oilangizda hech kim bilmaydi, lekin 1.500.000 so'm kelib qolgan. Bunday holatda darhol aniqlashtiring. O'zi tushdimi? Demak, menikida deb sarflash xavfli. Keyin bu texnik xato bo'lib chiqsa, qaytarish talabi kelishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan to'lov manbasini so'rang, keyin tegishli idoraga murojaat qiling. Siz o'z vaqtida murojaat qilganingizni tasdiqlab qo'ysangiz, bu sizning foydangizga ishlaydi. Agar siz haqli bo'la turib rad javobi olgan bo'lsangiz yoki sizdan asossiz pul qaytarish so'ralayotgan bo'lsa ham jim turmang. Hujjatlarni yig'ing, yozma murojaat qiling, javobni talab qiling. Har bir rasmiy qaror asosli bo'lishi kerak. Shunaqa deyishdi degan gap bilan cheklanib qolmang. Sizning huquqingiz bor. Nega bunday qaror qabul qilinganini bilishga, xatolik bo'lsa tuzatishni so'rashga, yuqori idoraga murojaat qilishga. Demak, 1.500.000 so'm olganlar uchun eng muhim xulosa shuki, agar pul qonuniy asosda to'g'ri hujjatlar bilan olingan bo'lsa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Lekin hujjatlarni tartibga keltirish, pulning manbasini bilish, ariza va bank ko'chirmalarini saqlash shart. Agar noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa yoki to'lov xato tushgan bo'lsa, buni yashirish emas, vaqtida aniqlashtirish kerak. Men sizlarga masalani qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun tushuntirdim. Chunki ko'p muammolar pul olingani uchun emas, hujjat saqlanmagani, savolga vaqtida javob berilmagani yoki odam o'z huquqini bilmagani uchun chiqadi. Siz ham izohlarda yozib qoldiring. 1.500.000 so'm olganmisiz? Sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi? Pul nimaga tushganini bilasizmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot hozir juda ko'p oilalar uchun muhim.